Piterdagi bitta blogerga точно MCS jo'natish kerak bor-ku, orqasi shunaqa yonib ketyapti. Nedurki shu endi men reklama olib qolibman. Hayron qolaman shunaqa ochiqoralarga. Karvon ming rizqi bo'lak degan gapni bilmayman, eshitmaganman. Mana Afrikaga jo'natib qo'ysin, Afrikada ham men o'zimni ishimni topadigan odamman. Yaxshiyamki shu Instagramda reklamaga qarab qolgan joyim yo'q. Hunarim bor, ishim bor, Xudoga shukr. Qayerdagi yo'qlarda reklamaga olmayman. Har doim musofirlarga foydali bo'ladigan kontentlar qo'yaman. Dokumentli ishlari tezroq bitsin deb. Orada keratin qilganimda ham sizlarga maqtanib o'tdim. Mana bugun ham musofirlarimizga yordam bo'lsin Moskvadagilar uchun. Amixus ofisini yana bitta tochkasini tanishtirib o'tmoqchiman. Moskvada kimdir Gosusluga, Snils, Biometri, Tinkoff kart, sim karta olishga qiynalsa, bemalol kelib ishlarini hal qilib ketishi mumkin. Qo'shimcha xizmatlari перевод dokumentov, трудовой договорga уведомлениyaga ham yordam berishadi. Tinkoff kartani olsalaringiz sizlarga chexol podarka qilishadi. Petrovskiy, Razumovskiy birinchi выходidan chiqishingiz bilan mana shu торговый kompleksga kirasiz. Mana shu akamiz yurgan yo'ldan yurib, Amixus ofisiga kiramiz va shuncha problemalarimizni birpasda hal qilamiz. Atiga 500 rublga o'zingiz ishlatishingizga sim karta olsangiz, boyangi sanab o'tgan narsalarimni hammasini tepa-tekinga hal qilib olasizlar.